Agar siz onlayn do'kon brendingizni patentlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni Uzum Market, Yandex, turli xil ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Telegram, xullas barcha ijtimoiy tarmoqlarda savdo qiladigan bo'lsangiz, onlayn do'kon uchun 35-klass eng maqbul klass hisoblanadi. Endi bu klass uchun agarda siz o'zingiz patent vakillarisiz to'lovlarni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, siz uchun eng birinchi qilinadigan to'lov Adliya vazirligi tomonidan dastlabki davlat boji hisoblanadi. Dastlabki davlat boji 1.648.000 so'm. Shu to'lovni amalga oshirganingizdan keyin 7 oydan keyin guvohnoma bojini to'laysiz. Shu 7 oygacha bo'lgan vaqt ichida qanday jarayonlar bo'lib o'tadi? Rasmiy ekspertiza, mohiyat bo'yicha ekspertiza va Adliya vazirligi tomonidan jo'natilgan so'rovnomaligi vaqtida to'liq javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar siz qonuniy tarzda hammasini amalga oshirsangiz, 7 oydan keyin guvohnomangiz tayyor bo'ladi va guvohnoma bojini to'lashingiz kerak bo'ladi. Guvohnoma boji 2.802.000 so'm. Jami sizni qiladigan to'lovingiz 4.450.000 so'm bo'ladi. Bu videoni onlayn do'koni bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying, videoga like bosing va sahifamizga obuna bo'ling.